Bir marta so'ragan sigaretni minnat qilyapsanmi o'zi? Qo'y, men gapirmayman, minnat kirib qoladi. Nima yeb qo'ygan joyim bor senda? Gapir. O'tgan hafta abittigan kirganimizda o'zingga ovqat olmadingda, meni 5 tekisini yeb o'tirding. Gapirmayapmanmi? Voy! Menga qara, o yoshligimizda maktabda metallom yurganda uyimizga kelib traktor diskasini olib ketgansiz, o'shani minnat qilganim yo'q. Endi sen tanlaysan, qarab tur. Boshqa holatlar, tug'ilgan kun, yozgi ta'til. Nima bo'lgan ta'tilda? Nima bo'lgan? Endi eshit. Turkiyada cho'milgan boramiz deganda, tursigim yo'q degansan, uydan bitta qizil tursi olib chiqib berganmanmi? Beraymi o'shani? Beraymi, yech beraymi? Ya qarang yursan, ha? Kerak emas men endi. Menga qara, tug'ilgan kunim bo'lgan 7-sinfda esingdami? Hamma sinfdoshi sovg'a olib kelgan, sen quruq kelib tur, tortimdan yeb ketgansan, o'shani minnat qilganim yo'q. Sovg'a deganingga qara. Men tug'ilgan kunimda lazer olib berishgan yangi. O'shani bitta yoqay degansan. Menga berganman-ku bitta yoqqansan. Gap yo'q. Yoshligimizda slansi chiqib ketganda uydan niqob chiqib berganman, qoqib olgansan. O'shani qanday minnat qilganim yo'q.